Ota mehriga to'ymagan duetdoshi Farhod bilan kelishmovchilik sabab ajralgan. Qizi Instagram yulduzi bo'lgan xonanda Shirin Zoitova hozir necha yoshda? Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Farhod va Shirin dueti nafaqat o'zbek, balki qardosh millatlar uchun ham sevimli bo'lib qolgan tandem edi. Ammo 11 yillik duetdoshlar yaqin yillardan buyon ijodini alohida davom ettiryapti. O'z muxlislariga ega Shirin Zoitova bu yil 35 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan bolaligi ota-onadan yiroqda o'tgan, turmush o'rtog'i kutilmaganda qo'lini so'ragan, Farhod bilan ajralgan hamda Instagramda mashhur qizaloq Yasminni tarbiyalab kelayotgan Shirinning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Shirin Zoitova ota-onasi haqida gapirishni, ortda qolgan yoqimsiz yillarni eslashni istamaydi. U kamdan-kam intervyularda bolaligi va qiyinchilik kunlarini yodga oladi. Ota-onam bolaligimda ajrashib ketishgan, o'sha vaqtda men bor yo'g'i 1 yoshda bo'lgan ekanman. Aslida ota-onam bir-birlarini sevib oila qurishgan, nima uchun ajrashishgani esa menga qorong'u. Meni ko'pchilik buxorolik deb o'ylaydi. Aslida Samarqandda tug'ilganman. Ota-onam ham Samarqanddan, ammo ular Toshkentga o'qishga kelishganida tanishishgan ekan. Bolaligimning ko'p qismi qishloqda, bobom va buvimning hovlisida o'tgan. Bir muddat Toshkentda va Buxoroda ham yashaganman, deydi xonanda. Xonanda bolalik yillarini va bobo buvisi bilan bog'liq xotiralarni quyidagicha eslaydi. Onam ish bilan band bo'lardi. Tabiiyki, men buvim va bobom bilan qolardim. Ularning nabirasi ko'p edi. Ammo ichida hech kimga ishonmaydigan eng erkasi o'zim bo'lganman. To'y hashamlar tugul, hatto marakalarga ham o'zlari bilan olib ketishardi. Bolaligim nihoyatda go'zal o'tgan, mehrni his qilganman. Ammo baribir hech biri o'z ota-onangizning mehriga teng kelmas ekan. Onamning ishi sabab ko'p marta maktabimni ko'chirishimizga to'g'ri kelgan. Menimcha kamida 4-5 ta maktabda o'qiganman. Shu bois sinfdoshlar bilan bog'liq xotiralarim juda kam. Ammo hamisha maktabdagi eng faol o'quvchi bo'lganimni eslayman. Raqs tushishni va qo'shiq aytishni yaxshi ko'rardim, deydi xonanda. Shirin Zoitova ota mehrini qumsagani va bolalikdan farzandlarining mehrli otasi bo'lishini orzu qilgani haqida gapirdi. Otamni ko'p qumsardim. Ey Allohim, menga shunday turmush o'rtoq berginki, menga va farzandlarimga mehribon bo'lsin deb niyat qilardim. Oila qurgach turmush o'rtog'imga siz mening nafaqat yorim, balki otam va akamdek suyanchig'imsiz deganman. Bolaligimdan ololmagan mehrni sizdan olishim kerak deb kulaman. Inson ulg'aygan sari butun oilasi bo'lishini orzu qilar ekan. Menda ham bunday orzular o'tgan. Chunki qiz bola uchun ota mehri qanchalik kerak bo'lishini bilardim, deydi xonanda. Farhod va Shirin dueti 2011-yilning 11-noyabr sanasida tashkil topgan. O'sha paytda ijodkorlarning ikkisi ham O'zbekiston Davlat konservatoriyasi talabalari edi. 2012-yil ijodkorlar uchun omadli keldi. Qisqa vaqt mobaynida samarali ijod qilib, 2015-yil yakkaxon konsert dasturlarini taqdim etishdi. Farhod va Shirin faoliyatida shoir Bobur Bobomurodning katta hissasi bor. U nafaqat xonandalarni yaxshi she'r bilan ta'minlagan, balki tashkiliy ishlarda ham ko'maklashgan. Xonanda turmush o'rtog'i bilan kollejda tanishgani va kutilmaganda oila qurishni taklif qilgani haqida gapirdi. Qiz bolaning har qanday niyati amalga oshadi. Shu bois unga jiddiy e'tibor berish kerak. Bo'yim past bo'lgani uchun har doim turmush o'rtog'imning bo'ylari baland, aqlli, chiroyli va oilaparvar inson bo'lishini orzu qilganman. U inson orzuyimdagi inson edi, ammo bu sevgimi yoki shunchaki o'tkinchi tuyg'umi bila olmasdim. Farhod bilan ijod qilib yurgan vaqtimizda Nodir aka bilan yana gaplashib qoldik. Aloqalar tiklandi va raqamlarni almashdik. Bir kuni mendan Farhod siz uchun kim deb so'radi. O'ylab o'tirmasdan do'stim ekanini aytdim. Shundan keyin menga turmushga chiqasizmi degan xabar keldi. Nima deyishimni bilmay kulgan smayl jo'natdim. Hazillashmayapman, niyatim jiddiy deganlardan keyin o'ylanib qoldim. 2 kundan keyin esa tort va gul olib onamning roziliklarini olgani keldi. Turmush o'rtog'im ham hayotda yetarlicha qiynalgan. 19 yoshda onasidan ayrilgan, shu boisdan ham yaqinlarning qadriga yetadi. Oilani ardoqlaydi, deydi xonanda. 2022-yili Farhod va Shirin dueti va prodyuseri Bobur Bobomurod o'rtasida nizo yuzaga keldi. Hamda shoir she'rlari asosida yaratilgan qo'shiqlarini kuylashni taqiqladi. Prodyuser bilan hamkorlik uzilgach, oradan hech qancha vaqt o'tmay, Shirin Zoitova Farhod bilan ortiq hamkorlik qilmasligini ma'lum qildi. Farhod anchadan buyon yakkaxon xonanda sifatida ijod qilishni xohlardi. Administratorimiz men va Farhod o'tirib guruhning kelajagi haqida gaplashdik. Shundan keyin u Farhod va Shirin dueti uchun ijod qilmasligini, o'zi alohida xonanda sifatida kuylashini ma'lum qildi.
Biz taklifni qabul qildik, chunki bu uning xohishi. Hech qachon hech kimni hech narsaga majburlab bo'lmaydi. Shu bilan ijodni to'xtatdik. 1 yildan buyon yaxshi ijod qilmayotgan edik. Men yaxshi narsalarni qilishni, ko'p narsalar qilishni xohladim. Lekin harakatlarim uncha o'xshamagandan keyin foydasi yo'qligini tushundim va o'zim tayyorlashga harakat qildim. Osonmas, 11 yillik duet. Farhod egizagimdek bo'lib qolgandi. Qachondir baribir shu narsa bo'lardi, deydi Shirin Zoitova.